Juda buyuk kun. Unda osmon yorilib qizg'in yog'dek qip-qirmiz bo'ladi. Yer boshqa yerga, osmonlar ham boshqa osmonlarga o'xshab qoladi. Yer o'z ichidagi suyaklarni tupurib tashlaydi. Xaloyiq to'planadi va ruhlar jasadlarga qaytariladi. Hamma tiriladi, hamma yalang'och, hamma xavf-xatarga tushgan. Ularni qattiq qo'rquv va dahshat bosgan. Yuzlari tirishib, lol qolgan. Vaqt biz bilgan vaqt emas. Tun ham biz bilgan tun emas. Kun ham biz bilgan kun emas. Juda ham buyuk bir kun bu. Yuraklar bo'g'izlariga kelgan, ko'zlari esa bo'zirayib qolgan. Go'daklarning sochi oqargan. Emzaklik ayollar chaqaloqlarni qarovsiz tashlab qo'ygan. Bu kunda na nasab, na yaqinlik, na bir do'st hamroh bo'ladi. Yer qattiq larzaga kelgan. U aniq keladigan kundir. Qo'rqinchning qattiqligidan quloqlar tom bitadigan kundir. Sirlar fosh bo'ladigan kundir. Dillardagi berkitilgan narsalar oshkor bo'ladigan kundir. U kunda surga puflanadi. Insonlar qabrlardan shoshilib, hovdirab, xo'r bo'lib, boshlari osmonga tikilib, na o'ng, na chapga qaragan holda chiqishadi. Ana o'sha onda insonlar bamisol o'rmalaydigan chigitkalardek bo'lishadi. Xorlik va zaiflik uzra jarchining ovozi tomon yo'l olishadi. Uning ovozini eshitib ovoz ketidan ketishadi. Butun ovozlar Rahmonga ta'zim qiladi. Allohdan qo'rqqanidan, uni ulug'laganidan pasayib, sokinlashib, jim bo'lib qoladi. Bu kunda baland ovozni hech eshitmaysiz. Faqat pichirlagan past ovozni hamda mahshar tomon o'rmalab ketayotgan oyoq tovushlarini eshitasiz. Siz ham ular orasidasiz. Yuzingiz ochilgan, rangingiz o'zgargan, oyog'ingiz qoqilgan, yuragingiz qo'rquvga to'lgan. Haligi ovoz belingizni sindirgan. Yetmaganiga hayratda, chanqagan, mast holatdasiz. Ko'zingiz ovoz keladigan tomonga tikilib qolgan. Agar qo'lingizdan kelsa uchib ketgan, qochadigan joy bo'lsa qochib ketgan bo'lar edingiz. Insonlar Parvardigorlari huzuriga ana shunday to'planadilar. Mahshargohda inson oyoq bosadigan joydan boshqa biror joy topolmaydi. Hech kim o'tirmaydi, yotmaydi ham. Bu kunning uzunligi 50,000 yil bo'ladi. Odamni bug'adigan darajada tirbandlik. Inson atrofdagilari chiqaradigan qaynoq nafaslardan bo'g'ilib qolaydi. Quyosh esa odamlarni shundoqqina tepalarida bo'ladi. Terilarni shilvolaydi. Issiqligi yanada orttirilgan, alangasi kuchaytirilgan bo'ladi. Yetgan qiyinchiliklar tufayli yuraklar yongan, qo'rquv avjiga chiqqan, vahima kattalashgan, badanlardan terlar oqqan. Jahannam mahshargohga olib kelinganida g'am, anduh, alam yanada qattiqlashadi, issiqlik yanada kuchayadi. Jahannam olib kelinadi. Uning 70,000 jilovi bo'ladi. Har jiloning boshida 70,000 farishta uni tortib keladi. Jahannam kelib xaloyiqni ko'rib tanib olsa, Alloh taoloning ushbu ulkan kundagi g'azabi tufayli g'azablanganligidan baqirib o'kiradi. Alloh taolo ana o'sha kunda undan oldin ham, undan keyin ham misli ko'rilmaydigan darajada g'azablandi. Jahannamni mahshargohda yig'ilgan mahluqlar va insonlar ko'rganlarida qo'rquv, xavf va dahshatga tushganlardan tiz cho'kib qoladi. Shu payti jahannamdan siyoh, tim qora gapiradigan bir bo'yin chiqib, barcha sarkash va zo'ravonlarning ishi menga topshirildi. Alloh va rasuliga aziyat berganlarning ishi menga topshirildi. Rasm chizuvchilarning ishi menga topshirildi deydi. Mana shu ajoyib, g'aroyib, dahshatli onda, mana shu qattiq tirbandlik va g'ayri oddiy tiqilinchda va hamma yalang'och bo'lgan vaqtda holatning dahshatligidan bolalarning sochi oqaraydigan bu kunda Alloh jalla jalaluhu nido qiladi. Yana u kunning dahshatidan, u kunda payg'ambarlardan boshqa hech kim gapirmaydi. Payg'ambarlarning gapi ham Xudoyim o'zing asragin, asragin, Xudoyim o'zing asragin, asragin bo'ladi. Ona emzaklik borasini qarovsiz tashlab qo'yadi. Ota farzandini unutadi, farzand otasini unutadi. Mehribon ona bolasini unutadi, bola ham onasini unutadi. U kunda kishi yaqinlaridan, otasi-yu onasidan, xotini-yu farzandlaridan qochadi. Bu kunda hamma odamni o'zining ishi boshidan oshib-toshib yotar. Ana o'sha damda hamma o'zim deb qoladi. Hatto payg'ambarlar ham ularning hammalari o'zim deb qolishadi.
Faqat payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam ummatim ummatim deydilar. Bu ishni men qilaman, men deydilar. Ana o'shanda odamlar bir-birlariga holingizga bir qarasangiz, bizga nima bo'lganiga bir qarasangiz, sizlar uchun Rabbingizga borib shafoat qiladigan biror bir odam bormikin deb qolishadi. Keyin birma-bir payg'ambarlar huzuriga kelishadi. Ana o'shanda hamma bir ovozdan qasamki, Alloh bugun bundan oldin misli ko'rilmagan darajada g'azab qilgan. O'zim mendan boshqaga boringlar deyshadi. Hatto Muhammad sallallohu alayhi vasallam huzurlariga kelishadi. U zotga: "Ya Rasululloh, siz oxirgi payg'ambarsiz va siz Allohning elchisiz. Alloh sizni yaratib butun payg'ambarlardan afzal qildi. Alloh taolo sizning oldingi va oxirgi gunohlaringizni kechirgan-ku. Bizni bu holimizga bir qarang ya Rasululloh. Bizga nima bo'lganini ko'rib turibsiz-ku. Biz uchun Rabbingizga shafoatchi bo'ling" dedilar. Shunda Habib Muhammad sallallohu alayhi vasallam: "Ha, bu ish meniki" deb Rahmon azza va jallaning arshi ostiga keladilar-da, Alloh azza va jalla uchun sajdaga otiladilar. Shunda Alloh tabaraka va taolo u zotga turli maqtov va sanolarni o'rgatib, u zotga oldin hech kimga bermagan ilhomni beradi. Shunda Haq subhanahu va taolo u zotga nido qilib: "Ey Muhammad, boshingni ko'tar, so'ra berilasan, shafoat qilsang qabul bo'ladi" deydi. Habib Muhammad sallallohu alayhi vasallam: "Ey egam, menga shafoat va'dasini bergan eding. Xalqing uchun shafoatimni qabul ayla" deydi. Alloh taolo: "Shafoating maqbul ey Muhammad. Qayt, men ham orangizda hukm etish uchun kelaman" deydi. So'ngra farishtalar saf-saf bo'lib Alloh taologa ta'zim qilgan hollarda kelishadi. Va Parvardigorimiz azza va jalla ulug'ligi, komilligi va buyukligiga loyiq ravishda bandalar orasida hukm qilish uchun keladi. Alloh azza va jalla Baqara surasida shunday degan: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. Hali ular Alloh va farishtalar bulut soyalar hamrohligida kelib azob kelishini kutishyaptimi? Butun ishlar Allohga qaytarilur. Oyatning tafsiri quyidagicha: Ana u sarkash kofirlar, ularga ochiq yorqin hujjatlar kelganidan keyin ham qiyomat kuni Alloh azza va jalla o'ziga loyiq ravishda bulut soyalar hamrohligida kelib, ular orasida odil hukmini ijro etishini hamda farishtalar kelishini kutishyaptimi? U kun kelsa, Alloh ular orasida albatta ajrim qilur. Butun xaloyiqning ishlari Allohga qaytur. Aytishlaricha, birinchi osmon sokinlari yerga tushganida ularning sonlari yer yuzidagilardan bir necha barobar ko'pligini ko'rgan odamlar qo'rqib ketganlaridan Robbimiz sizlar bilanmi deyshar ekan. Bu gapni eshitgan farishtalar titragan hollarida Parvardigorimizni poklaymiz, u biz bilan emas, endi kelyapti, endi keladi deyshar ekan. Keyin ikkinchi, uchinchi osmon aholisi bilan ham ayni holat yuz berar ekan. Barcha osmonlarda yashovchi farishtalar bilan ayni savol-javoblar bo'lar ekan. Keyin farishtalar yerga tarqalib tursalar, 7-osmon sokinlari kelib qolishar ekan. Ularning sonlari butun 6 osmon sokinlari yu yer yuzidagilardan bir necha barobar ko'p bo'lar ekan. Shunda Alloh azza va jalla hali aytganimizdek komilligi, buyukligi va azamatiga loyiq ravishda kelar ekan. Ayni damda butun xaloyiq saf-saf bo'lib tiz cho'kib turishar ekan. Shunda bugun kim hurmatga loyiq ekani ma'lum bo'ladi. Har qanday holda hamd aytganlar tursin deb jar solinadi. Ular jannatga kirib ketishadi. Keyin ikkinchi marotaba jar solinadi. Bugun kim ehtiromga loyiq ekani ma'lum bo'ladi. Tunda namoz o'qish uchun to'shaklardan kechasi uyg'onganlar tursin deyiladi. Ular ham turishadi va jannatga kiradilar. Keyin uchinchi marotaba jar solinadi. Tijorat va oldi-berdilar ham Allohning zikridan chalg'itmaydiganlar tursin deyiladi. Ular ham turib jannatga kirib ketishadi. Mazkur 3 guruh jannatga kirganidan so'ng amal daftarlari ochilib, tarozilar tiklanib, butun mavjudot hisob-kitobga chaqirilar ekan. Shunda bir jarchi jar solar ekan. Ayyuhannos, sizlarni yaratib, sizlarga rizq berib va yolg'iz o'ziga ibodat qilib, boshqa hech narsani unga sherik qilmaslikni buyurgan Rabbingiz hamma odamlarni dunyoda ibodat qilib bog'lanib yuradiganiga ergashtirib qo'ysa nima deysiz? Parvardigoringiz shu ishni qilsa, shu to'g'ri bo'lmaydimi der ekan. Ular to'g'ri bo'ladi der ekanlar.
Keyin har bir guruh dunyoda ibodat qilib yurgan narsasini ketidan ketar ekan. Zero Robbingiz hech kimga zulm qilmas. Keyin sahifalar u yoqqa uchadi. Ashobil yaminga daftarlarini o'ng tomonlaridan, ashobi shimolga esa daftarlarini chap tomonlaridan berilar ekan. Keyin insonlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni izlab, u zotni Kavsar anhorining labida ko'rishar ekan. Suvdan ichish uchun u zot tomon yugurib borishar ekan. U suvdan bir ichgan odam undan keyin hech ham chanqamas ekan. Shu zaylda ba'zilarini farishtalar to'sib qolar ekan. Shunda Nabiy sallallohu alayhi va sallam, "Men ularni taniyman, ular meni ummatim-ku" der yoki shunga o'xshagan gapni aytib, keyin "Nega ularni meni havzimdan to'sayapsiz?" der ekanlar. Shunda "Siz bularning qilmishlarini bilmaysiz-da" deb javob berar ekanlar. Shunda Nabiy sallallohu alayhi va sallam, "Mendan keyin dinni o'zgartirganlar yo'qolib ketsin" der ekanlar. Shunda butun xaloyiq o'zlari va otalarining ismlari bilan chaqirilar ekan. Ilk hisobga tortiladigan odam Qur'on yodlagan, jang maydonida shahid bo'lib bo'lgan va puli ko'p bo'lgan odam bo'lar ekan. Alloh taolo Qur'on yodlaganga qarab, payg'ambarimga nozil bo'lgan vahiyni senga o'rgatmadimmi deydi. U "Ha, ey Rabbim" deydi. Alloh "Bilganlaringga amal qildingmi" deydi. U "Kecha-yu kunduz uni namozda o'qirdim" deydi. Alloh azza va jalla unga "Bekoringni aytibsan" deydi. Farishtalar ham "Yolg'on gapirding" deyshadi. Alloh taolo "Sen falonchi qori deyilishi uchun o'qigan eding. Maqsadingga ham erishding" deydi. Keyin uni olib yuzi yeriga chiqargan holda jahannamga sudrab olib boriladi. Alloh asrasin. Keyin jang maydonida o'ldirilib shahid bo'lgan odam ham olib kelinadi. Alloh azza va jalla unga "Qanday o'lding" deydi. U "Seni yo'lingda jihad qilinishga chorlangan edim. Jang qilib o'ldirildim" deydi. Alloh taolo unga "Bekoringni aytibsan" deydi. Farishtalar ham "Yolg'on gapirding" deyshadi. Alloh taolo "Sen falonchi sher yurak deyilishini xohlagan eding. Bu gap aytildi ham" deydi. Keyin uni ham olib yuzini yeriga chiqargan holda jahannamga uloqtirilar ekan. Alloh asrasin. Keyin puldor odam ham olib kelinadi. Alloh azza va jalla unga "Senga rizqingni mo'l-ko'l qilib, hech kimga ishi tushmaydigan qilib qo'ymadimmi" deydi. U "Shunday ey Rabbim" deydi. Alloh "Senga bergan narsalarimni nimaga ishlatding" deydi. U "Siylay rahim qildim, sadaqa qildim" deydi. Alloh "Bekoringni aytibsan" deydi. Farishtalar ham "Yolg'on gapirding" deyshadi. Alloh taolo "Sen falonchi saxiy deyilishini xohlagan eding. Bu gap aytildi ham" deydi. Keyin uni ham olib yuzini yerga chiqargan holda jahannamga uloqtirilar. Alloh asrasin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganlar: "Ana o'sha 3 guruh ular bilan jahannam ilk qizdiriladigan odamlardir." Yana jar solinar ekan. Falonchi o'g'li falonchi qayerda, Allohning huzuriga darhol kelsin deb. Shunda Alloh azza va jalla haligi bandani o'ziga yaqinlashtirib, unga to'siq qo'yib, butun xaloyiqdan uni to'sar ekan. Va ana o'sha pardalangan holida unga amal daftarini berib, "Ey odam o'g'li, o'qi" der ekan. O'qiganida savob amallari chiqsa, yuzi yorishib, dili shodlanib ketarmish. Alloh azza va jalla "Shularni bilasanmi ey qulim" der ekan. Banda "Ha ey Rabbim, bilaman bularni" der ekan. Alloh "Men bu amallaringni qabul qildim" der ekan. Shunda haligi odam sajda qilib yiqilar ekan. Alloh "Ey odam o'g'li, boshingni ko'tar, kitobingni qolganini ham o'qi" der ekan. Banda gunohlarini o'qiganida yuzi qorayib, qalbi qaltirab, butun badan larzaga kelar ekan va Parvardigordan juda ham qattiq uyalib ketar ekan. Shunda Alloh azza va jalla "Bularni bilasanmi ey qulim" desa, banda "Ha egam, bilaman" der ekan. Alloh taolo "Men bularni o'tib yordim" der ekan. Banda yana sajda qilar ekan. Har savob qabul bo'lib, gunoh kechirilganida sajda qilaverar ekan. Xaloyiq faqat bu odamni sajdasini ko'rib turar ekan. Hatto insonlar bir-biriga "Mana bu odamga qoyil lekin hech Allohga osiy bo'lmagan ekan" deb qo'shar ekan. U bilan Alloh orasida bo'lib o'tgan narsalarni insonlar bilishmas ekan. Keyin boshqa bir odam chaqirilar ekan. Falonchi o'g'li falonchi qayerda, Alloh huzuriga kelsin deb. Uni 99 ta gunoh daftarlari bo'lib, har bir daftar ko'z yetadigan joygacha uzun bo'lar ekan. Alloh azza va jalla "Ey qulim, bulardan birortasini inkor qilasanmi? Mening yozuvchi farishtalarim senga zulm qildimi?" desa, banda "Yo'q ey egam" der ekan.
Alloh uzring bormidi desa, banda yo'q egam der ekan. Shunda Alloh azza va jalla huzurimizda seni bir yaxshiliging bor. Bugun senga zulm qilinmaydi deb ashhadu an la ilaha illalloh va anna Muhammadan abduhu va rasuluh deb yozilgan bir varaqcha ko'rsatlar ekan. Alloh kel o'lchaymiz desa, banda ey Robbim, shuncha kitoblar yonida bu qog'ozcha nima ham bo'lar edi der ekan. Alloh azza va jalla senga zulm qilinmaydi der ekan. So'ngra haligi kitoblar bir pallaga, bu varaqcha narigi pallaga qo'yilsa, haligi kitoblar uchib ketib qog'ozcha og'ir bosar ekan. Hech narsa Allohning ismini og'ir bosmaydi. Kishi qiyomat kunida 4 narsa haqida so'ralmagunicha joyidan jilmaydi. Umrini qayerga sarflagani, kuchini qayerga sarflagani, ilmiga qanday amal qilgani, pulini qayerdan topib qayerga ishlatgani. Endi kofir munofiqlarga kelsak, Alloh asrasin. Butun xaloyiq oldida ularni ana ular Allohga yolg'on to'qilgan odamlardir deya nido qilinib, butun xalq oldida sharmanda qilinadi. Alloh taolo o'sha kunda buzg'unchi odamlarning ham buzg'unchiligini ochadi. Rizoyingni men istadim yo Rabb. O'zingdan o'zga najotim yo'q. Uyatdan xo'p titradim yo Rabb. Toriqdim, hech halovatim yo'q. Gunohlarim haddidan oshdi. Oziylikda men unvonman. Mahshargoh shiddati vahmi ila tarsonman men, larzonman. Keyin jahannam ustiga sirot ko'prigi qo'yiladi. Odamlar amallariga ko'ra undan o'tadilar. Farishtalar osiylarni do'zaxga tortadilar, Alloh asrasin. Ba'zilar to'g'ridan to'g'ri tushib ketsa, ba'zilar tortib tushirib yuboriladilar. Ba'zilarni changaklar ilib qoladi-da, ko'prikdan pastga do'zaxga tushib ketadilar. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam esa o'zlari va ummatlari uchun Alloh azza va jalladan panoh so'raydilar. Allohim o'zing asragin, asragin, Allohim o'zing asragin, asragin deb duo qiladilar. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam sirotdan o'tib oladilar. Orqalaridan ummatlari ham o'tib oladi. Hamma amaliga ko'radi. Keyin Alloh asrasin, jahannam oxirigacha to'ladi. Alloh azza va jalla rahmati bilan jahannamdan musulmon odamlarni chiqaradi. Oxiri do'zaxdan so'nggi chiqariladigan 4 ta kishi qoladi. Alloh azza va jalla ularni chaqiradi va boshqatdan hisob-kitob qilinadilar. Keyin Alloh azza va jalla ularni qilmishlarini bo'yinlariga qo'yib va jazoga loyiq ekanlari aniq bo'lgach, farishtalarga ularni do'zaxga qayta uloqtirishni farmonini beradi. Farishtalar tortib do'zaxga uloqtiraman deb turganlarida bittasi to'xtab yig'lagan holda: "Ey Robbim, ey Robbim, meni senga bo'lgan gumonim bunaqa bo'lmagan edi. Men bunday bo'ladi deb o'ylamagan edim" deydi. Shunda Alloh azza va jalla: "Qanaqa gumonda eding ey qulim?" deydi. "Meni do'zaxdan chiqarilganidan so'ng yana u yerga kirgizasan deb o'ylamagan edim" deydi. Alloh azza va jalla unga: "Seni gumon qilganing bo'la qolsin. Ey farishtalar, uni jannatga kirgizinglar" deydi. Allohim bizlarni kechirimga, marhamatga, jannatga, roziligingga loyiq qilgin. Yuzingni ko'radiganlar qatorida qilgin. Ey mehribon, ey rahmon. Allohim barcha katta-yu kichik, avvalgi-yu oxirgi, oshkor va maxfiy gunohlarimizni o'zing bizdan ham yaxshi biladiganing nuqsonlarimizni kechirgin. Ko'taruvchi ham, tushiruvchi ham o'zingsan va sen hamma narsaga qodirsan. Allohim o'zimizga qarshi, shaytonlarimizga qarshi va inson va jin shaytonlarga qarshi bizlarga ko'mak bergin va bizlarga kuch-quvvat bergin. Seni zikr qilib, senga shukr qilib, chiroyli ibodat qilishimizga yordam bergin. Dunyoda ham, oxiratda ham sobit qadam qilgin. Amallarimiz, so'zlarimiz, holatlarimizni tuzatgin. Niyatlarimizni xolis qilgin. Xotimamizni go'zal qilgin. Ezgu amallarimizni qabul ayla. Butam mening bu so'zlarim tingla bir bor. Isyonkorlik yuzing yerga qaratgaydir. Gunohing ko'p, savobing kam, qilma inkor. Do'stim, hisob kuni holing ne bo'lgaydir.
qiyomatda yakka o'zing tirilsang sen. Yoruv do'stsiz, yolg'iz holingda kelsang sen. Yalongoyoq, yalang'ich holda tursang sen. Do'stim, o'sha kuni holing ne bo'lgaydir? Turibsan sen, ahli isyon uzra pinhon. Qo'lingdan hech baqo kelmas, chimsan hayron. Chaqirilsang, noming osiylikda unvon. Do'stim, o'sha kuni holing ne bo'lgaydir? Mana amal daftaringni ol ey inson, desa olamlarning Robbisi buyuk mannon. Butam, attang, amallaring faqat isyon. Do'stim, o'sha kuni holing ne bo'lgaydir? Uyalmayin nechuk gunoh qilar eding? Yashirincha isyon qilib nechuk kelding desa Robbing, so'ylab o'tam, ne javobing? Do'stim, o'sha kuni holing ne bo'lgaydir? Afsusdasan, endi chekdingmi nadomat, doim haqqa qarshi eding-ku sen nomard. Sur do'zaxga desa Alloh, bu ne hasrat. Do'stim, o'sha kuni holing ne bo'lgaydir? Tavba qilsang tavbang endi qabul bo'lmas. Dodvoy solsang do'zaxda hech azob tinmas. Nadomating, ko'z yoshlaring foyda bermas. Do'stim, o'sha kuni holing ne bo'lgaydir? Butam, hali tirik ekansan, Allohim, tavba eshiklarini senga yopmagaydir. Sajda qilib degil, Robbim ey ilohim, afv etmasang mening holim ne bo'lgaydir? Yolg'iz Robbim, men g'ufroningga rojiman. Bandang o'zgalardan panoh topmagaydir. Mahshar vahmi ila tarsonu larzonman. Panohingsiz Robbim holim ne bo'lgaydir? Najotingsiz Robbim holim ne bo'lgaydir?